Judayam zerikib ketdim, borib eshikda qilyaptimi? Nima gap, Jitil? Seni janob mer aytdiki, uydagi ishlarni qilmay o'tirgan ekansan, tez qil ekan. Ko'rmasman, ko'ryapman ishim borligini. Bo'pti, qilaman. Bor, sur bu yoqdan. Aytib qo'ydim-da, qarada, lekin janob mer yomon odam edi beradi. Bo'pti, bor. Bo'pti, o'zing bilasan. Men borib janob merga aytib beraman hozir. Bunaqa ishlamay yurish hech kimga to'g'ri kelmaydi. Hattoki Johaga ham. Janob mer Joha ishlarni qilmayman dedi. Nimaga qilmayman deydi? Yaxshi, televizorni yoqamiz va telefon kelyapti. Alo, eshitaman. Joha, nima ishlarni qilmayapsan? To'g'ri ishni qil. Bo'pti, hozir janob mer. Birinchi janob mer yoniga borib kelayinchi, nimaga menga bunaqa vahima qilyapti? Obbo, xudo, shu janob mer yo'q bo'lib qolsin, mayli, yo'q bo'lib qolmay tursin pakashto. Chunki hali qishlog'imizni boshqaruvchi odam kerak-ku. Qishloqdan keyin hech kim qolmasa bunaqa boshqaruvchi, o'zim boshqaruvchi bo'laman ekan, ishni janob mer qayerda edi? Mana bu yoqda o'tib ketibman. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum, keldingmi? Yo'q, kelganim yo'q, uyimda o'tiribman. Oldingizdagi men emasmanmi, ko'rmayapsizmi? Nima sen ishlaringni qilmayapsan? Seni chet-ellar yomonlashyapti. Bo'ldi, kechiring janob mer, hozir borib qilib tashlayman. Tez qilib tashla, nima qilmading o'zi? To'g'risini aytsam, biroz eringandim. Erinmas, bor tez qil. Bo'pti, qilaman hozir. Obbo, shu ishlar jonga tegib ketdi. Qachon shaharga ketaman ekan? Shaharga tezroq ketib o'rsam, qishloqda ishlardan qutulardim. Mayli. Xo'sh, birinchi ketmonimni olishim kerak. Ketmonim qayda edi? Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan yana Joha va yangi videodasizlar. Albatta kanalga obuna bo'linglar, chunki bilmayman nima uchun. Mayli, hozir bu ishlarni tezroq qilmasam, janob mer kelib yana menga gapiradi, baqiradi, keyin urishib bersa dabdala bo'ladi. Lekin buni qaranglar, juda ham rasvo holatga kelib qolgan, lekin qilgim kelmayapti. Jakmi? Jak? Yo'q. Jo'xa, yaxshimisan? Yaxshi, o'zing ham yaxshimisan? Nima gap? Polizlaringdan nimamda ishlar ko'payib ketgan, nimamda qilmay o'tiribsan? Ernayapman, to'g'risini aytsam. Nima gap? Nimaga kelding? Pulingni berishga kelgandim, qarz olgandim-ku. To'g'ri, qarz olganding, lekin ertaga beraman demaganding. Qalay bo'pti polizning ishini ko'rchi? Juda ko'p-ku, tezroq qilmasang bo'lmaydi, juda tezroq qil. Juda tezroq qilaymi? Qilib qo'ydi keyin. Bo'pti, qilaman. Seni aql o'rgatma, erinib ketyapman o'zi, qiyim kelmayapti, to'g'risini aytsam. Eshigingni buzib qo'ydim-ku, mana keyin joylashtirib olasan-da. Mana shuni ham qila olmadingmi? Mana cho'tki qilib qo'yib qo'ydim. Mana qarzing sal keyinroq kelaman-da, ko'raman. Qarzing emas, seni qarzing bu, dabba. Mayli, unda ketdim. Bo'pti, kelib tur, qarz bermayman endi. Bo'pti, yo'qol. Yaxshi, bu poliz ekinlar aql o'rgatadi bu ham menga kelib janob mer aytgan shekilli. Bo'ldi, bor yo'qol, bu yoqda turma. Shu ham yomon asabimga tegyapti. Ish buyuradi o'zicha. Men qiyim kelmayapti, chunki juda ham rasvo holatga kelib qolganda bu hozir poliz ekinlarim. Yaxshisi ketmon joyiga qo'yib turib uxlayimmikan, juda ham zerikib ketyapman, to'g'risini aytsam. Uyqum ham kelyapti nimagadir. Nimaga uyqum kelishi mumkin? Kecha uxlamasdan telefon o'ynashda oqibatida yoki kompyuterdami, bilmadim. Xullas nimadir o'ynashda oqibatida o'ynamasligim kerak edi. Bo'pti, yana o'ynayman unda. Notebookni ochib olish kerak avval, keyin o'tirib olsam bo'laveradi. Yaramas Joha, sen ishlarni qilmay kompyuter o'ynab o'tir. Mendan ko'rasan hali. Yaramas. O'ynab o'tirishni qaranglar. Janob politsiyachi, uni tez ishlashga majbur qiling. Qanday majbur qilaman? Bilmadim, nimadir qiling, iltimos. Hozir o'ylab topamiz. Yuringchi. Nima qilamiz? Xullas, bitta nima yollanma qotilmi, qo'rqituvchi yo'llaymiz. Ya'ni Johani ishlaringni qilmasang o'ldiraman deb qo'rqitish kerak. Joha qo'rqadimi keyin? Qo'rqadi albatta. Qo'rqmasa-chi? Qo'rqmasa bilmadim unda, lekin qo'rqish kerak 100%. Bo'pti, qilarmiz unda, ketdik. Qotil topish kerak. Qayerda topamiz qotilni? To'xtang, qotil topaylik. Bilmadim, qotilni qayerdan topamiz? Tezroq keling. Boryapman, sabr. Yaxshi. Hozir Johani kimnidir o'ldirishga aytishgandi. Borib o'ldirib beraman. Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan Mary. Mary to'g'ri qiz bolaning ismi, lekin menga shunaqa ism qo'yib qo'yishgan. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum, keldingmi Mary? Keldim. Nimaga seni isming Mary? Chunki menga shunaqa ism qo'yishgan, nima qilay? Mayli, pullarni ol, borib Johani qo'rqit. Bo'pti, nima deb qo'rqitish kerak o'zi? Nimaga ishlarni qilmayapsan deysan? Ishlarni tez qil deb qo'rqitasan, o'zi o'ldiraman deysan. Tushunarli, lekin qo'rqmasa-chi? Qo'rqmasa, battarroq qo'rqit. Qanday battar qo'rqitish mumkin axir? Bilmadim, xullas qo'rqitish kerak, tamom. Bo'pti, harakat qilaman. Lekin aniq qo'rqitaman deb va'da bermayman.
Yaxshi, lekin bir stak zimrod biroz kam edi-ku-ya. Bo'pti, eplavoramiz. Tak, hozir bagajda narsalarim, qurolim bor, to'g'rirog'i. Qurolni olish kerak обязательно, chunki qurol bo'lsa, qurol bilan qo'rqitsam tezroq qo'rqadi. Tak, qurol qani mana? Qaranglar, qurolning takoyligini. Va o'qlab olsam ham bo'lar ekan. O'qlari biroz kamroq ekan-ku ham, mayli, nechiva. Xo'p, ana endi Johan uyiga borish kerak. Qayerda edi Johan uyi? Janob mer tushuntirgandi shekilli. Janob mer, Johan uyi qayerda? Ana qishloqning bosh tomonida, katta uy. Bo'ldi, ko'rdim. Xo'sh, tak, qurol o'zimda turibdi. Qurol bilan qo'rqitsam qo'rqamikan-a? Qo'rqmasa lekin dabdala. Bo'pti, nimadir qilib qo'rqishga harakat qilaman. Xo'sh, kompyuter o'ynab o'tirib, "To'y yigitcha, tor o'rningdan. Nima o'tiribsan?" Tushunmadim. Siz kimsiz? Qo'lingni ko'tar. Nima ishlarni qilmayapsan? Nima deganingiz bu? Ishlarni qilmasang men seni osib tashlayman. Shunaqa xizmat ham bormi? Nima, qanaqa xizmat? Ishlarni qil tez. Bo'pti, qilaman hozir. Jonga tegib ketdilaring, to'g'risini aytsam. Bo'ldi, qilaman bratan. Ketaversangiz ham bo'ladi. Yo'q, men seni ish qildirib keyin ketaman. Ish qildirib? Ishlarni qilgin, keyin ketaman. Bratan, lekin ish qilgim kelmayapti-da. Nimaga ish qilgin kelmaydi? Erinib ketyapman. Eringan qiz. Unaqa maqol yo'q, shoshilgan qiz haqida bor edi. Mayli, kir tezroq ishlaringni qil, polizlarni tozala. Qara, qanday raqs va ahvol kelib qolgan. Siz hokimiyatdanmisiz? Nimaga unaqa deyapsan? Endi shunaqa deyishardi-da hokimiyatdagilar. Yo'q. Nima deganing bu? Tezlash. Kechirasiz, mayli, hozir qilib tashlayman. Bo'pti, men keyinroq kelaman. Agar qilinmagan bo'lsa, men seni osib tashlayman. Eshigim qani? Bilmadim, eshigingni sindirib qo'ygandim. Bo'pti, o'zing qo'yib ol. Nima degani bu? Sindirib yubordim dedimi? Bo'ldi, mana joyiga qo'yib qo'ydim, qaytarib. Endi poliz ekinlarni yig'ishtirayin. Yana yig'ishtirgim kelmayapti-da, nima qilay? Shu bugun hech qanaqa ish qilgim kelmayapti. Lekin qilmasam dabdala, uxlayman qarorchi. Ish taqilyaptimi? Yo'q, qulog'imga shunday eshitilayotgan ekan, mayli. Qaytib kirib o'tiraychi, poliz ekinlarni tozalay, mayli. Shu janob merdi ham sazan o'lmasin, sazan balig'i. Chunki janob mer aytdi-yu menga endi deb nima qilsam ekan. Mana bu yerda nimadir ko'rgandek bo'ldim. Qalaysan, Jitel? Jo'xa, nima ishlarni qilmayapsan? Rahmat senga, Jitel. Biz buni uddaladik. Arzmaydi, lekin boshingga ham qattiq urdik-ku. Na iloj, urmasam bo'lmasdi. Bo'pti, buni endi o'sha yoqqa o'rmonga olib borishimiz kerak. Men ketdim, olib bor izimdan. Bo'pti, hozir ko'tarib olib boramanmi, mashina bilan olib boramanmi? Xullas, asta-sekin olib boraman. Qayerdaman? Boshim. Boshim og'riyapti-ku. Qonmi? Bu qayerdan keldi bu qon? Meni kallamdan og'riyaptimi? Yo'q, qayerdaman? Jitelmi? Nima bo'lyapti bu yerda? Uxlab qo'yganmi? Nima bola? Alkajitelga o'xshayapti. Men nimaga bu yoqqa qamoqqa kirib qoldim? Nahotki men poliz ekinimni tozalamaganim uchun meni qamab qo'yishgan bo'lsa? Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Nahotki rostdan ham qamab qo'yishgan bo'lsa-ya? Yo'q, mana bu blokni qanday sindirib chiqib ketsam bu? Chiqib ketib bo'lmayapti, nima qilsam ekan? Yordam beringlar deb baqirsam ekan, o'zi meni qamab qo'yishdi. Qayerdan yordam berishadi menga? Kim yordam berishi mumkin? Men jinoyat qilganim yo'q-ku, lekin mana bu eshik ekan. Jitel. Voy Jitel, uxlab yotibsanmi? Tur, karmisan? Uxlab yotibdi-yu, xurrak yotib. Qanday tur zamoni men turmaydiganga o'xshabdi. O'zim ham ertalabgacha uxlayapman shu yerda. Yo'q, hozir mana bu nima edi bu? Qanaqadir rediskami bu? Nima? Betro nima narsa bu? Mayli, nima ko'rgandek bo'ldim. Mayli, nimadir ko'rdim-u, lekin nimaligiga tushunmadim. Voy Jitel, balki turarsan? Ertalab bo'ldi, tur. Yo'q, bunga ta'sir qurolini oldim. Yaxshi, qurolini oldim. Endi bu yerdan chiqishim kerak, lekin eshik ochilmaydi. Qanday chiqaman? Kaltam bordir shu yerda. To'xtanglarchi. Kalt bo'lsa, kaltni ham olishga harakat qilaman hozir. Kalit qayerda? Cho'ntagida yo'q-ku. Hozir o'q dorisi bor ekan, o'q dorini oldim. O'q dori paketida hozircha kerak emas. Kerak bo'lishi mumkin. Qurolni balki portlatib debman, otib tashlab qurol bilan keyin qulfni buzishi mumkindir balki. Buzish biroz qiyin, lekin bir amallasam bo'ladi. Lekin baqir-chaqir qilmasligim kerak. Nahotki cho'ntagida kalt bo'lmasa. Hozir bitta cho'ntagiga qo'lim yetmayapti. Qo'lim yetganda olardim.
Yo'q, nima qilaman ekan, tezroq bu yerdan chiqib ketishim kerak. Juda ham g'alati joy. Nahotki boshim yorilgan bo'lsa, nima bo'lganini eslay olmayapman, lekin oxirgi marta bitta jitel bilan polizini yonida gaplashib turgandik. O'shandan keyin nima bo'lganini eslay olmayapman. Bu kalitiga qo'lim yetmay. Mana ushladim, bo'ldi, kalitni oldim, yaxshi. Endi bu yerdan bir amallab chiqib ketish kerak. Hozir kalit tushadigan joy qayerda edi? Eshik qayerda? Eshik. Mana eshik shu yerda ekan, izlab yuribman. Tak, mana asta. Mana bu jitel yo'l ustiga nima bunaqa yotib olgan? Yaxshi bo'ldi, kalitini joyiga qo'yishim kerak. Yo o'ldirib ketaymikan shuni? Yo'q, o'ldirmayman. Hozircha yashab tursin meni davlatimdan. Keyinroq balki sezib qolganda quroldan foydalanishimga to'g'ri kelib qolishi mumkin. Qishloq mana bu tomonda ekan qishloq. Shunchalik ham uzoq qolib keladimi meni? Nahotki men katta jinoyatchi bo'lsam, shunchaki polis ekinlarimni yig'ishtirmaganim uchun meni bu ahvolga solishlari juda ham g'alati, lekin mayli, hozir tezroq borib uyimga kirib olayin yo janob merga aytib berayin yaxshisi, chunki bunaqa holat menda birinchi marta bo'lyapti. Janob merning uyi qayerda edi? Xotiramni yo'qotib qo'ydim, men kim edim dedi-yu, ismimni ham unutib qo'ysam kerak hali. Yo'q, ismimni unutib qo'ymaganman, chunki ismim Jak ekan. Qanaqa Jak? Jo'q ekanligini bilaman-ku. Xo'p, yaxshisi kirib dam olay, ertaga polizimni qilaman. Shu polizni deb har xil balo qazolarga uchrayapman. Eshikni ochamiz. Lekin bu eshikka bu kalit tushmaydi-ku, bu o'zimning uyim-ku aytgancha, lekin qanaqasiga qulflanib qoldi. Kalit yo'qda, bo'ldi, ochildi. Tushunmadim. Men uyimga uxlab yotibdimi? Qo'y, menga qara, tur o'rningdan. Kim u? Kim bo'lishi mumkin? Uyning egasida albatta. Tur deyapman, eshityapsanmi? Qo'y. Hozir turaman. Nima degani bu? Hozir turaman. Mana uni, tur, sen nima men uyimda yotibsan? Sen qanday chiqding? Qanday chiqdim? Sen qamoqda eding-ku. Tez tashqariga chiq, men uyimda yashamaysan. Chiq, eshityapsanmi? Yo'q, chiqmayman. Sen o'zbek tiliga tushunasanmi? O'zbek tilini tanlash uchun bir nima o'zing. Davay, ishga chiq. Chiq, otib tashlayman bo'lmasa. Bo'ldi, hozir chiqaman. Vahima qilma. Vahima qilaman. Nima sen meni uyimda egallab olding? Hoynahoy sasib tashlagandirsan hamma yo'qni. Yo'q, men tozaman. Nima deganing bu? Men toza uxlayman demoqchiman. Bo'ldi. Endi uyim yaqinlashsang otib tashlayman. Tushundingmi? Menda ham qurol bor. Bo'pti.